eng ulug' inson. Onasiz hech qandoq mavjudot bo'lmaydi. Onaning xislatini, onaning qudratini oddiy til bilan mangu ifodalab bo'lmaydi. Ona deb lirika, ona deb roman, ona deb doston yozsaqmi, aşı mehribon, aziz onamning bizga bergan bir tomchi oppoq sutining ajrini mangu ifodalab berolmaydi ekanmiz. Ana, ana, ana. To'g'ri. Onalar ana shundoq ulug', ana shundoq buyuk. Biz bu yer ta'riflayotgan ona bo'lsa, aşı ulug' onalarning barliq ulug'ligi, barliq buyukligi, barliq shon shuhrati mujassamlangan adolatxon ona. Mehribonim, cananam, qadrdon adolatxon, meni boqqan ajringga bishimda ko'krak aman. Boqqan seni ajringga bishimda ko'krak aman. Boqqan seni ajringga bishimda ko'krak aman. Japokash adolatxon, sekin baxtini boqqan, qo'lini kavab qilib, o'ttirishdan yoqqan. Bizni boqaman deblar, o'ttirishdan yoqqan. Bizni boqaman deblar, o'ttirishdan yoqqan. Japal renggamen, yudip parang hajigen. Kapan japal renggamen, yudip parang hajigen. Senaqen adolatxon, umurum sen adolatxon, yurgim sen adolatxon, onam sen adolatxon, umurum sen adolatxon, jinim onam